بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم mo'min musulmon azizlar, mana barchalarimiz muborak kunda, juma kunida Alloh subhanahu va taoloni baytida yig'ilib turibmiz. Alloh tabarak va taolo barchalarimizni o'zini baytiga bosib kelgan qadamlarimizga ajru hasanotlar yog'dirib, qiladigan ibodatlarimizni, duoyu xayrlarimizni dargohi ilohida beriyo, benuqson husni qabul aylasin. Azizlar, mana bugun Safar oyining 1448-hijriy, milodiy 24-iyul 2026-yildagi juma ma'ruzamiz yetimlarga yordam berish jannat kaliti mavzuida bo'ladi. Azizlar, Alloh taolo bu dunyoda bandalariga turlicha taqdirni bitgan. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir bandasini ota-ona mehri bilan, ota-onasini oldida, ota-onasini himoyasida unib, o'sib, kamolga yetishligini xohlaydi. Va Alloh subhanahu va taolo qaysi bir bandasini yetimlik sinovi bilan yuzma-yuz qiladi. Bu holat yetimning o'zi uchun ham, uning atrofidagi insonlar uchun ham azizlar katta bir imtihondir. Ushbu masalani naqadar muhim ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bir necha o'rinlarda, oyat karimalarda bildirib qo'ydi. Qur'oni Karimda azizlar 20 dan ortiq o'rinda yetimlarni haqqida so'z yuritiladi. Bugungi suhbatimiz yetimlarga yordam qilish jannat kaliti mavzuida ekan. Azizlar, biz mo'min musulmonlar atrofimizda, mahallamizda, shahrimizda, qishlog'imizda mana shunaqangi holatda unib o'sayotgan yetim bolalarga, farzandlarga, yaqinlarga yaxshilik qilaydigan bo'lsak, bu qilgan yaxshiligimiz jannatga kalit bo'ladi inshaalloh. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlaridir yetimlarga yaxshilik qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini qilgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taoloning ajib bir hikmatini ko'ringki, kimnidir Alloh taolo to'kislik bilan sinaydi. Kimnidir esa Alloh subhanahu va taolo nuqson bilan sinaydi. To'kis hayotda yashagan inson ham, nuqsonlik hayotda yashagan inson ham, ikkalasi ham sinovdadir. Bu Alloh taoloning taqdiridir. Yaxshi hayot, chiroyli hayot, hech bir narsaga muhtojlik yo'q, baxtli, saodatli, buni ham azizlar Alloh taolo sinov uchun, imtihon uchun bandaga beradi. Nuqsonli hayot, yeyishida, ichishida, tanasida, hayotida, qiladigan ishida ba'zi bir holatlarda nuqson bo'ladi. Bu nuqsonlarni hammasi azizlar Alloh taoloning bandaga sinovidir. O'ylamaylikki, bu hayotimiz hammasi azizlar nazoratda, imtihonda, sinovda, qaysi birimiz bu imtihondan qanday holatda o'tyapmiz, ana shu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak bo'lar ekan. Islomda azizlar yetimni kafolatga olish jannatga olib boruvchi yo'llarning biri deb e'tirof etilgan. Yetimlarga g'amxo'rlik qilishlik bandani Robbisiga yaqin qiladigan ulug' ibodatdir. Yetimlarni boshini silashlik, yetimlarni holidan xabar olishlik, ularga rahm qilishlik bandani Robbisiga yaqin qiladigan amallardandir azizlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadis muboraklarida bu xususda bir necha o'rinlarda bizga tavsiyalar
namunalar va Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zini oyatlarida bizga o'rgatib bildirib qo'ygan o'rinlar bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khayrum fa ikhwanikum. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat karimasida marhamat qilib aytayaptiki, sizdan shuningdek yetimlar to'g'risida so'raydilar. Ayting, ularni isloh qilish yaxshidir. Agar mollariga ularning mollarini qo'shib yuborsangiz zarari yo'q. Zero ular bamisoli o'z birodarlaringizdir, deyapti Alloh subhanahu va taolo. Azizlar, yetimlarga yordam berishlik, ularni mollarini ko'paytirishlik maqsadida yetimlarni kafillikka olsa bo'ladi. Molini moliga qo'shib olsa bo'ladi, molini ko'payishligi uchun harakat qilsa bo'ladi. Faqatgina maqsad bitta bo'lishligi kerak. Bu maqsad yetimni molini ko'paytirishlik, unga yordam qilishlik. Ana shu maqsad yo'lida inson harakat qiladigan bo'lsa, Alloh taoloning nazdida eng yaxshi amalni qilgan bo'ladi. Maqsad agar yetimni molini yeyishlik bo'lsa, yetimni moliga kulfat keltirishlik bo'lsa, yetimni molidan ayrilishlik bo'ladigan bo'lsa, o'zini moliga qo'shib turib olishlik bo'ladigan bo'lsa, Alloh saqlasin, buni jazosi ham, bundan keladigan yomonlik ham juda og'ir bo'ladi. Hadis shariflarda yetimlarga yaxshilik qilishlikka targ'ib qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ana va kafilul yatimi fil jannati hakaza va ashara bis sabbabati wal wusta va farraja baynahuma shay'an. Mana bu hadis muborakda kelyaptiki, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bu hadis muboraklarda aytadilarki, men deyaptilar va yetimni qaramog'iga olgan kishi deyaptilar, jannatda mana shunday bo'lamiz deb turib ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini ko'rsatdilar deydilar. Ya'ni jannatda kim payg'ambar alayhissalom bilan yonma-yon bo'lishlikni xohlaydigan bo'lsa, ana yetimni kafilligiga olsin, yetimga yaxshilik qilsin, yetimni holidan xabar olsin, uni holini so'rasin, ilmi, bilmi, hayoti, unib o'sishi, bulardan xabardor bo'lib tursinki, ana bunday kishi uchun eng katta yaxshilik va'da qilinmoqda. Payg'ambar alayhissalom men bilan jannatda yonma-yon turadi deyaptilar. Demakki, payg'ambar alayhissalom bilan yonma-yon bo'lishlikdek baxtni hammamiz orzu qilamiz, niyat qilamiz, duo qilamiz. Mana shu niyatimizni samarasi, niyatimizga yetishlikning yo'li bu bir yetimga g'amxo'rlik qilishlik ekan azizlar. Boshqa bir hadislarda aytadilarki, kim o'ziga yo o'zgaga tegishli yetimni toki u o'zini eplay olguncha taomiga qo'shsa, unga jannat vojib bo'ladi deyaptilar. O'zingizga taalluqli bo'lgan, aka ukangizdan qolgan, opa singlingizdan qolgan, qavmi qarindoshlardan yetim bo'lib qolgan bir farzandni o'zingizni taomingizga qo'shaydigan bo'lsangiz, o'zingizni taomingizdan yediradigan bo'lsangiz, o'zingiz unga qaraydigan bo'lsangiz, farzandlaringizdek mehr ko'rsatib, o'z farzandlaringizdek unib o'sishligiga sababchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz uchun jannat vojib bo'ladi. Bizning xalqimiz azaldan bolajon xalq, yetimparvar xalq, azaldan ota-bobolarimizdan yaxshi ma'lumki, yetimlarni holidan xabar olishgan. Yetim bo'lmasa-da, azaldan azizlar, xalqimizda bitta odat borki, bu ham hadis muboraklardan olingan bir o'rnak. Qo'ni qo'shnilar taom pishirishsa, suyuq taom bo'ladigan bo'lsa, suvini ozroq ko'proq qilib turib, boshqa taomlar bo'ladigan bo'lsa, ozroq o'sha taomlarni ko'proq qilib turib, qo'ni qo'shnilarga ilinib turishadi. Bu ham yaxshilik, bu ham bir savob ish. Demakki, mana bu narsa yetimga qilinadigan bo'lsa, uni holidan xabar olinadigan bo'lsa, uni yeb ichishi qandoq, kiyim kechagi qandoq, uni yurish turishi qandoq, ilmi bilmi qandoq, ana bu narsalardan xabardor bo'lib unga qaraydigan bo'lsa azizlar, u insonga eng katta yaxshilik, eng katta savob va jannatga kalit bo'ladigan amal ana shu qilgan ishi bo'lar ekan. Azizlar, birovni holidan xabar olib turishlik uchun ko'p vaqt ketmaydi. Birovni ko'nglini so'rashlik uchun ham ko'p vaqt ketmaydi. Ko'chada yoki bir joyda turganingizda bir yetim bolani ko'rganingizda uni so'rab holidan
so'rab, ahvolidan so'rab, ko'nglini ko'tarib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha ham bir savobli ish. Boshini silab qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha ham bir savobli ish. Ba'zida aytadiki, ba'zi kishilar, men o'zim hayotimni, ro'zg'orimni arang tebratsam, qandoq qilib birovga yaxshilik qilaman? Mayli birovga bir taom bermang, birovga bir pul bermang. Aqalli tilingizdan bir yaxshi shirin so'z aytishlik kelar. O'g'lim, qizim deb erkalab qo'yishlik, ahvoling qanaqa, holing qanaqa deb qo'yishlik kelar. Mana shu so'zni aytishlik ham azizlar insonga yaxshilik keltiradi. Boshini silaydigan bo'lsangiz, o'sha boshidagi sochiga sizni qo'lingiz tekkan o'rinda nechta sochini tolasiga qo'lingiz teksa, shuncha ajr bor. Mana ajr. Ba'zi bir holatlarda xafa bo'lib qolamizki, azizlar, bir otasi, onasi erta o'tgan, yetim bolalar qolgan, yetim bolalarni otasi, onasi o'tgandan keyin o'zimizda ortidan ehson qilishadi, boshqa ishlarni qilishadi. O'sha joyda borib turib taomlanib turishlikni o'zi yaxshi bir holat emas azizlar. Bu qanaqangi bir holatda turibdi-yu, ertaga uni xudoyisi qachon, ehsoni qachon deb turadiganlar bo'ladi. Vaholanki azizlar, biz yetim bolalarni borib turib uyiga borib yemasligimiz kerak, balki olib borib berishligimiz kerak. Bizning vazifamiz shu edi. Yetim bolalarni holini ko'rib turib u joydan og'zidan bir suvni o'tishligi, tomog'idan bir suvni o'tishligi, tomog'idan bir taomni o'tishligi bu musulmon kishi uchun juda bir og'ir holat azizlar. Mana bu narsalarga e'tiborli bo'lib qo'yishlik kerak bo'ladi. Mahallangizda, ko'changizda, qishlog'ingizda bir yetim bola bo'lsa, yetim qolgan bir xonadon bo'lsa, uni bayramlarda, boshqa bir hollarda azizlar holidan xabar olishlik kerak. Mayli siz unga biror bir narsa, kattaroq narsa olib bermang, lekin yetim bola uchun eng katta narsa bilasizmi nima? Eng katta narsa bu e'tibor. Otasidan, onasidan ayrilgan inson uchun bu eng katta narsa e'tibor. Mehr, shafqat, yaxshilik, undan holidan xabar olsangiz, unga o'ylaydiki ko'pchilik, men unga nima beraman? Katta bir narsa olib borishim kerakmi? Katta bir narsa berishim kerakmi? Men unga kuchim yetmaydi-ku. Yo'q. Siz unga mehr ko'rsating. Dinimizda nima uchun bu narsa targ'ib qilindi? Chunki bu narsa insonning qalbiga yumshoqlik keltiradi azizlar. Insonda qalbidagi qattiqlikni ketkizadi azizlar, yetimga muhabbat qilishlik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis muborakda bir kishi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib turib aytdiki, o'sha qalbidagi qattiqlikdan shikoyat qildi. Qalbi qattiq inson. Shunda payg'ambar alayhissalom u kishiga aytdilarki, yetimni boshini silang va miskinga taom bering dedilar. Qalbingiz qattiq bo'lsa, yetimni boshini silang, miskinga taom bering. Ana shu holatda siz ko'rasiz, sizdan mehr yetganda, muruvvat yetganda, sizga bo'layotgan holatni o'sha insonning ko'zlariga qarab turib, holatiga qarab turib his qilasiz. Qalbingiz eriydi, qalbingiz yumshaydi o'sha insonga nisbatan. Ana shuning uchun azizlar, bu yetimlarni haqqiga, yetimlarga qilinadigan muomalaga va yetim bir joyda yetimni ko'zidan agar yosh chiqadigan bo'lsa, o'shani atrofidagi hamma uchun azizlar bu og'ir gunohdir. Bu og'ir sinov o'zi aslida. Hammani Alloh taolo sinaydi. Bir kishini boshiga bir kulfat, musibat kelsa, o'sha musibat o'sha inson uchun imtihon emas, balki atrofdagilar uchun ham imtihondir. Hammani holi yaxshi bo'lsa, hayoti yaxshi bo'lsa, tinch totuv davom etaversa, kim kimligini, kim qandoqligini, kim qanaqa ekanligini, kimni qalbi qandoq ekanligini, kimni qo'lidan mehr muhabbat qilish kelishligini bilmaymiz. Ana bu imtihon kelgan vaqtida inson bilinadi. Imtihonda, sinovda uni holati bilinadi. Uni qilayotgan xatti harakati bilinadi. Bir paytlar bir hayotimizda guvoh bo'lgan voqea, bundan 20 yil oldin juda bir badavlat bir inson bor edi. Shu darajada badavlat ediki, uni qo'lidagi molini, hisob kitobini hattoki o'zi ham bilmas edi. Shu insonga Alloh taolo bir dard berdi. Bu Alloh taoloning sinovi ekan. Alloh taolo dard berib bu dunyodan o'sha inson erta ketdi.
hamma mol davlati, mol mulki, to'plagan narsasi hammasi o'zini ukasiga qoldi. Ukasi nima qildi? Ukasi o'sha yetim bolalarga 1-2 yil qaradi. Ana 1-2 yil qaragandan keyin sekin-sekinlik bilan unga berilingan, unga qolgan mana shu mol mulkni ko'tara olmadi. Yo'ldan chiqdi. Ichuvchi, chekuvchi, qimor o'ynaydigan bo'lib turib sekin-sekin yo'ldan chiqdi. Yetimlarni sekin-sekin moliga ko'z olay turib o'ziniki qilishni boshladi, sotishni boshladi. U yetim bolalar bu narsani ko'rib turibdi. Otasini vafotidan keyin 5 yil o'tib, otasidan hisob kitobi yo'q bo'lgan, hisob kitobini bilmaydigan darajadagi mol mulk 5 yilning ichida qolmadi. Shuncha mol mulk. Endi o'sha yetimlarni molini yegan inson hozirgi paytdagi eng jamiyatdagi hamma uzoqlashadigan, hamma qochadigan, eng bir til bilan aytib bo'lmaydigan darajadagi past bir holatdagi insonga aylanib qoldi. U yetim bolalar katta bo'ldi, o'qidi, ishladi, jamiyatda o'zini o'rnini topdi, jamiyatda insonlarga foydasi tegadigan inson bo'ldi. Hozir hayoti iziga tushib ketdi. Lekin yetim bolani haqqini yeb, yetimni moliga xiyonat qilib, yetimni molini o'ziga o'zlashtirib olgan kishini holi shu dunyodagi xorligi inson ko'tara olmaydigan darajadagi xorlikka tushib qoldi. Bu xorlik nima? Oila yo'q, bola chaqa yo'q, bolalar yo'ldan chiqib ketgan, o'zi bir kasallikka duchor bo'lib, o'lganim yaxshi edi deb osmonga terimilib yotaydigan darajadagi bir holatga tushgan. Shuning uchun azizlar, yetimga rahm qilishlik kerak. Yetimga muruvvat qilishlik kerak. Yetimni moli bo'lsa ko'paytirishlik kerak. Yetimni molini yeyishlikdan saqlanishlik kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ana shu yetimlarni molini yeyishlikdan qaytarib aytadilarki, yetimlarni mollarini zulm yo'l bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlariga olov. Bu oyat karimada keladiki, Alloh subhanahu va taolo bu oyat karimasida aytayaptiki, yetimlarni mollarini zulm yo'li bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlariga olov yegan bo'lurlar deydi Alloh taolo. Payg'ambar alayhissalomni hadis muboraklarida ham yetimni moliga xiyonat qiluvchi kishilarni hollari, ahvollari dunyoda ham, oxiratda ham ahvollari chatoq bo'lishligi to'g'risida hadis muboraklarda ham keladi azizlar. Bu yetimni molidan nihoyat darajada ehtiyot bo'lishlik kerak. Nihoyat darajada azizlar yetimni moliga inson agar unga omonat qilib topshirilgan bo'lsa, o'sha omonatni o'rniga qo'yishlik kerak bo'ladi. Buni javobgarligi dunyoda ham bo'ladi, oxiratda ham bo'ladiki, bundan ehtiyot bo'lishlik kerak. Mana oyat karimadan ham ma'lum bo'lyaptiki, Alloh subhanahu va taolo mana oyat karimasida aytayaptiki, yetimlarning mollarini zulm yo'l bilan yeydigan kimsalar albatta qorinlariga olov yegan bo'lurlar deydi. Qorniga olov yeydi. 1 so'm bo'lsa ham, 1 tiyin bo'lsa ham, million bo'lsa ham, milliard bo'lsa ham qorniga olov yeydi. O'ylab ko'ring, olovni yeyishlik mumkinmi? Olov jismimizga tegsa qancha azob beradi? Endi u qoringa tushsa, butun tanaga qancha azob beradi? Ana shu azobni, ana shu boshiga keladigan yomonlikni, ana shunday qiyinchilikni xohlamagan inson azizlar yetimni haqqiga rioya qilsin. Yetimlarni moliga rioya qilsin. Yetimlarni xafa qiladigan ishlardan chetda bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam yetimlarga mehribonlik, yaxshilik qilishlikda hammamizga o'rnakdirlar. Va yetimlarga mehribonlik qilishlikda, ularga yaxshilik qilishlikda va ularni o'zlarini kafilliklariga olishliklarida hammamizga o'rnak bo'lganlar. Imom Buxoriyning At-Tarih al-Kabir kitoblarida keltirilgan bir hadisda keladiki, Ibn Asokir rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi. Bishr ibn Aqrabadan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadilarki, otam deydilar, Aqraba Uhud jangida shahid bo'ldi deydilar. Uhud jangida otalari shahid bo'lib, otalarini shahid bo'lganliklarini bilib o'tirgan xafa hollarida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam deydilar, meni mana shunday xafa holatdagi yig'lab turgan holatimni ko'rib turib oldimga keldilar va o'tirdilar deydilar. Shunda Payg'ambar alayhisalom menga qarab turib, ey Habibim,
suyukli bolam, seni nima yig'latmoqda? Men otang, Oysha esa onang bo'lishiga rozi bo'lasanmi dedilar. Shunda aytadilarki, albatta, ey Allohning rasuli, jonim sizga fido bo'lsin. Siz otam, Oysha onam bo'lishligiga roziman dedim dedilar. Demakki azizlar, payg'ambar alayhissalom ana shunday yetimlarga otalik qildilar. Ana shunday yetimlarni qaramoqlariga oldilar. Ana shunday yetimlarni ko'ngillarini so'radilar. Ularni farzandim, bolam dedilar. Biz ham bir yetimni farzandim, bolam deb boshini silaydigan bo'lsak, uni ko'nglini ko'taradigan bo'lsak, qalbiga xursandchilik olib kiradigan bo'lsak, payg'ambar alayhissalomni go'zal bir sunnatlarini amalga oshirgan bo'lar ekanmiz. Azizlar, yetim deb otasidan, onasidan ayrilgan bolani farzandni yetim deymiz. Ular kamolotga yetgandan keyin, voyaga yetgandan keyin yo'llarni albatta topadi. Lekin azizlar, ba'zi bir holatlarda biz guvohi bo'lib qolyapmizki, otasi bor, onasi bor, lekin yetimdir. Otasi tirik, onasi tirik, ular yetim. Ularni xalqimiz tirik yetim deydi. Bu qanday bo'ladi desa, otasi, onasi bolasini tashlab ketgan. Bolasiga qaramaydi. Oilaviy janjallar sababli bolalar yetim qolyapti. Oilaviy janjallar sababli tirik yetimga aylanyapti yosh bolalar. Otasi, onasi bor, lekin qaramaydi. O'zini pushti kamaridan bo'lgan, o'zini bolasi. Ming afsuslar bo'lsinki azizlar, mana shu bolasi uchun beriladigan haqni, nafaqani bermay yurgan insonlar qancha? Bersa bolasi uchun beradi-ku. O'zini pushti kamaridan bo'lgan bolasi uchun o'sha haqni beradi. Oldida bo'lsin, oldida bo'lmasin. U farzandni haqqi, ota uni qilishligi kerak. Uni zimmasidagi burchi, vazifasi, qilmasa gunohkor bo'ladi. Ba'zilari azizlar, bir yigit bir kuni aytayaptiki, men ayolim bilan ajrashdim deyapti. Ayolim bilan ajrashligimga sabab deyapti xiyonat. Ayoli xiyonat qilgan eriga ajrashyapti. Endi birov maslahat beribdiki, sen yaxshi ishda ishlaysan, yaxshi pul topasan, shu bolangga debdi kamroq nafaqa chiqadi, aliment deydi. Shu aliment kamroq chiqadi. Shu uchun o'zing bir kamroq bir ishga joylashganda, shu 1 millionlik oylik oladigan bo'lsang, bir 250 ming so'm bolangga bergin deb maslahat beribdi. Bu bola oldiga borganda shu narsani maslahat so'rayaptiki, bir kishi menga shunaqa maslahat qildi. Men aytdim, sen bilan ayolingni qilgan ishingga bolani aybi yo'q. O'sha bolang oldingda o'tirsa, oldingda yursa, xonadoningda yursa, bolang uchun qancha pul xarajat qilasan bir oyda? Ha 1 million, 2 million, 3 million, hamma yeydigan narsasini olib beraman, kiyimini kiydiraman, hamma sharoitini qilib beraman, birovdan kam qilmayman. Endi sen o'sha bolangga shuncha narsani xarajat qilib turibsanmi? Ajrashganingdan keyin ham shuni qilavergin. Rizqni Alloh beradi dedim. Shunda aytdiki, shu yigit mana shu narsani taxlashim uchun deydi, bir hujjat 1 millionlik oylik taxlashim uchun qayergadir ishga kirdim, yana nimadirlar qildim, 4-5 million rasxod qildim deyapti. 4-5 million rasxod qilib turib, bolasiga har oy 250 ming so'm bermoqchi. Ko'rdingmi dedim. O'sha 5 millionni keraksiz joyga rasxod qilgandan ko'ra bolangga bersang bo'lmaydimi? Keyin xayoli joyiga kelib turib aytayaptiki, ha, men noto'g'ri qilman. Bolangga qancha berish qo'lingdan kelsa bergin, u seni vazifang. 1 milliondir, 2 milliondir, 3 milliondir, yeb ichishi, kiyimi, o'sha o'qishi yoki boshqa narsalar uchun bola uchun berishlik kerak. Ota-onani aybi uchun bolani hech qanaqangi u joyda aloqasi yo'q. Bolaga berishlik kerak. Ertaga qiyomat kunida bu narsadan ota-ona so'raladi. Alloh saqlasin. Mana shu ota-onasi oilaviy janjal bilan boshqa narsa bilan ajrashib ketgandan keyin jamiyatimizda nima uchun bu yetim bolaga, boshqa bolalarga e'tibor berishlikka qattiq qaraladi? Sababi ularga e'tibor bersangiz, ularni keyingi hayoti yaxshi bo'lib ketadi. Agar ularga e'tibor bermasangiz, ularni ruhiy holati, ularni o'sha aqliy holati o'zini tutishi yomon tarafga qarab burilib ketadi. Boshqa insonlar ham ulardan foydalanadi shu narsani ko'rib turib. Demakki azizlar, jamiyatimizda mana shu narsalarga e'tiborli bo'laylik. O'zimizni, farzandlarimizni haqqini chiroyli ado qilaylikki, ertaga farzandlarimiz bizni haqqimizni chiroyli ado qiladigan solih farzandlar bo'lsin. Mana shu yetim bolalar bo'laydigan bo'lsa, ularni ham azizlar e'tibordan chetda qoldirmaylik. Qo'limizdan kelsa
kafillikka olaylik. Qo'limizdan kelsa borib xursand qilaylik, boshini silaylik. Ana shularni hayotini izga tushib ketishlikka qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik. Alloh taolo ularni ham kelajakda yaxshi insonlar, jamiyatga, dinimizga, xalqimizga foydasi tegadigan insonlar qatorida qilishligini Alloh o'zi nasib aylasin. Azizlar, ma'ruzamizning oxirida bittagina so'zimiz bor. Mana jamiyatda bizga yaxshi ma'lumki, to'ylar bo'ladi, ta'ziyalar bo'ladi. Mana shu narsaga bittagina kechagina kuni kecha bo'lib o'tgan bir janozada bir holat bo'ldiki, azizlar, janozalar, tadbirlar hammamizning hayotimizda bo'ladi. Bir tadbir qilamiz. Alhamdulillah, hammamiz Alloh taoloning kalomidan o'qitamiz. Shariatimizda buyurilgan tartibda hamma amallarimizni qilishlikka harakat qilamiz. Ana shu tadbirlarni azizlar qilishlikda eng avvalo bamaslahat qilishlik kerak. Bu tadbirni o'tkazadigan kishilardan ruxsat so'rab, izn so'rab, vaqtiga qarab bir narsani tashkil qilishlik kerak. Ayniqsa janozalarda azizlar, janozalarni o'qiydigan kishini vaqti qachon bo'ladi, qaysi soatga belgilasa bo'ladi, janozani o'zi qaysi soatda o'qishlik o'sha shariatda belgilangan ana bu o'rinlarni azizlar so'rab qo'yishlik kerak bo'ladi. Janozani hamma narsasini belgilab, hamma narsasini qilib, odamlarga aytib bo'lib, keyin janoza falon soatga deydigan bo'lsangiz, ana o'sha holatda janoza o'qiydigan kishi o'sha joyda bir uzoq joyda bo'lishligi mumkin, majlisda bo'lishligi mumkin, ish bilan bir joyga ketgan bo'lishligi mumkin. Ana shu holatda kechikadigan bo'lsa azizlar, jamoatda xatoni qilganlar emas, balki o'sha joyda siz aytib turib, sizni mana shu xatoyingiz tufayli birov kechikib qolsa, hamma ayb kechikkan odamda bo'lib qoladi. Shuning uchun azizlar, bir narsani qilishlikda, bir ishni qilishlikda bamaslahat qilishlik kerak. Mana shu narsani kechikadigan bo'lsa, kechikadigan holatini ham bildirib qo'yishlik kerak bo'ladi. Asr namozi bo'lsa, asr namozidan keyin janoza o'qilinadi. Peshin namoziga bo'lsa, peshin namozidan keyin o'qilinadi. Janozani azizlar ana shunaqa qonun qoidalari bor. Shuning uchun mana bu narsalarni azizlar rioyasini qilib, har bir ishda bamaslahat qilib, uni bir ruxsatini qaysi holatda bo'lishligini so'rab qilinadigan bo'lsa, jamiyatda ham insonlar orasida ham har xil noxush holatlar yoki dilxilarliklar, xafagarchiliklar bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zini o'z panohida asrasin. Azizlar, jamoatimizdan duo so'ragan birodarlarimiz bor ekanlar. Hasan Tohir ishlariga, sog'liqlariga, Zafar safarda ekanlar ishlariga, Olimjonning ishlariga, sog'liqlariga, Omon aka farzandlarining haqlariga, Nilufar opa oila a'zolarining haqlariga, So'hrob Shohjahonning ishlariga, sog'liqlariga, Shuhrat ishlariga, mushkullariga, Husniddin, Zuhriddinning ishlariga, Durdona sog'liqlariga, Shahzoda o'qishlariga, imtihonlariga, Sherzod o'qishlariga, Nurmamat aka ishlariga, Ibrohim aka ishlariga, oila a'zolarining haqlariga, Boqi bobo ishlariga, Komiljon ota onalarining haqlariga duo so'raganlar, Hamroqul hoji bobo sog'liqlariga, Fayzullo bobo farzandlarining haqlariga, Luqmon aka farzandlarining haqlariga, Tolib aka shifo talab nodir ishlariga, sog'liqlariga, Sayriddin aka, Salohiddin aka, Asror aka, Ubaydulla aka, Komil aka, Sirojiddinning ishlariga, Navruz oila a'zolarining haqlariga, Dilshod Jon akalar, Qahhor Asqar farzandlarining haqlariga, Xudoyberdi Olimjon aka, So'hrob ishlariga duo so'rabdilar. Mana azizlar, bir e'tibor qilsangiz, masjidimizni mehrob qismida yozuvlar va masjidimizni tepa qismida o'sha oyat karimalardan Ixlos, Falaq, Nos suralari bitildi. Bunga xizmat qilgan xattotlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu xattotlarimizni kelib ketishliklarida xizmat qilgan va ularga mana shu ozgina bo'lsa-da o'zlarini qo'llaridan kelgancha xizmat qilgan birodarlarimizdan Alloh rozi bo'lsin, davlatlarini ziyoda qilsin. Yana bir birodarimiz masjidimiz uchun o'sha usta haqlariga yordam qildilar. Otalari hoji bobomizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Mana shunday farzandlarni tarbiya qilgan, mana shunday masjid uchun, masjidning obodligi uchun xizmat qiladigan farzandlarni tarbiya qilibdilar. Alloh taolo bu birodarlarimizni ikki dunyolarni o'zi barakotli qilsin. Azizlar, duo qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azim sultonik. Allohim, o'zing mehribon, rahimli, karamli bo'lgan zotsan. Fazli ilohing bilan yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilgin. Jonajon vatanimizni,
yurtimizni turli balo ofatlardan o'zing o'z panohingda asragin. Bu jannat makon yurtimizni obodligi, farovonligi yo'lida xizmat qilayotgan muhtaram yurtboshimizni tanu jonlarini salomat, umrlarini uzun qilgin. Muhtaram yurtboshimizni dunyoga kelishliklarida sababchi bo'lgan, tarbiya qilgan ota-onalarini Allohim o'zing rahmatingga olgin, yotgan joylarini jannatun naim, rayhu rayhonlardan qilgin. Ya Robbal alamin. Bugun butun xalqimiz yurtboshimizni haqlariga duo qilyaptilar. Yurtboshimizni Allohim bugun tavallud kunlaridir. Allohim mana shu kunni o'zing muborak qilgin. Yurtboshimizni umrlarini ziyoda aylagin. Allohim sihatlarini salomat aylagin. Xonadonlarni o'zing barakotli qilgin. Nasl zurriyotlariga o'zing barakot bergin. Allohim jonajon davlatimiz xalqimizni boshiga uzoq yillar davlat rahbari bo'lib, duogo'y bo'lib, xizmatda faol bo'lishliklarini Allohim o'zing nasib aylagin. Ya Robbal alamin, o'zing xalqimizni madaniyatini go'zal qilgin, ma'naviyatini ustun qilgin, moliyatini boy qilgin, dinini Allohim o'zing g'olib qilgin. Bu vatanimiz dovrug'ini, vatanimiz bayrog'ini Allohim o'zing butun eng dunyodagi yuqori o'rinlarda hilpiratib qo'ygin. Aziz xalqimizni obro'sini Allohim dunyodagi xalqlarni peshvosi qilgin. Yo Parvardigor egam, maqsadlarimizni, niyatlarimizni o'zing bilasan, eng afzaliga o'zing erishtirgin. Allohim dehqonlarimizni dehqonchiliklariga, chorvadorlarni chorvalariga o'zing baraka bergin. Safarda yurganlarimizni yo'llarini, safarlarini o'zing bexatar qilgin. Allohim elini, yurtini himoyasi uchun chegaralarimizda xizmatda turgan barcha vatan himoyachilarini ham o'zing asragin. Allohim unib o'sayotgan farzandlarimizni, xonadonlarimizda unib o'sayotgan o'g'il qizlarimizni kelajakda elimizga, yurtimizga, dinimizga xizmat qiladigan farzandu solih solihalardan qilgin. Allohim nasl zurriyotlarimizdan to qiyomatga qadar dini pokingga xizmat qiladigan olimlarni, ulamolarni, mufassirlarni, mufaqqihlarni Allohim to qiyomatga qadar o'zing chiqarib qo'ygin. Vatanga, yurtga muhabbatli, vatanga, yurtga xizmat qiladigan bandalaringni Allohim to qiyomatga qadar chiqarib qo'ygin. Allohim yurtimizdagi yetimlikda unib o'sayotgan farzandlarimizni ham sog' salomat unib o'sib, Allohim mana shu yurtimiz uchun, xalqimiz uchun fidoi farzandlardan bo'lib kamol topishliklarini o'zing nasib aylagin. Bu yetimlarni boshini silashlikda, davlatimiz rahbarlari boshchiliklarida barcha sohada xizmat qilayotgan, barcha kasbda xizmat qilayotganlardan o'zing rozi bo'lgin. Xizmatlarni Allohim o'zing ziyoda aylagin. Yetimlikka tushishlikka sabab bo'laydigan, Allohim mana shunday ofat kulfatlarni boshlariga kelishlikka sabab bo'laydigan yomonliklardan Allohim butun xalqimizni o'zing asragin, saqlagin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.